Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida navbatdagi zahri qotil tarqalishining oldi olindi. Joriy yilning 5-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda bojxona boshqarmasi hamkorligida Marhamat tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Xususan tezkor tadbir davomida 1984, 1995 hamda 2005 yilda tug'ilgan shaxslar oldindan jinoiy til biriktirib, Marhamat tumani hududida xolis xaridorga og'irligi 500 grammni tashkil etuvchi gashish giyohvandlik moddasini 5200 AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtida huquqni himoya qiluvchi organlar xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, 1984-1995 yilda tug'ilgan shaxslarning yashash xonadonlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, unda kelgusi sotish maqsadida saqlab kelingan og'irligi 344 gramm bo'lgan gashish giyohvandlik moddasi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida og'irligi 1 kilogrammga yaqin gashish giyohvandlik vositasining noqonuniy muomalasi fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurashishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.